muhabbatlik yuraklardan san'at chashmalari, fazilatlik Uyg'ur qizlarining sha'niga bag'ishlangan Madiya naqshlari O'rta Osiyodagi go'zal mamlakat. Inoq qo'shnimiz Qozog'iston Jumhuriyatining Yarkent shahrida o'sib yetilgan talantli yosh naqshchi Uyg'ur qizimiz Soniya Ismoilning "Mening ismim Uyg'ur qizi" nomli eng yangi plastinkasi orqali rangdor shakl va o'zgacha mazmunlar bilan yana mujollalanib, san'at suyar xalqimizning qalb huzuriga sunildi. Umurumda xalqimning nag'ma navosi, dilimda bor, qanimda bor, Uyg'urumning tugmas naqsha sadosi. Mazkur plastinkani ishlashga 2 yilcha vaqt sarf qilingan bo'lib, jafoliq qon ter singdirish va tirishchanlik ko'rsatish natijasida diyorimiz Xinjiangning parlaq madaniyat an'analari mujassamlangan Qashqar, Xotan, Makit, Yakan, Turpan qatorliq manzirlik joylarda barliq MTV ko'rinishlar ko'rkam ham nafs holatda tujuklab suratga elinib, xalqimizning estetik talabi zo'r darajada qondirildi. Твои следы, где вместе мы. Mazkur plastinkadagi Soniya Ismoilning o'z ijodiyatlaridan bo'lgan "Mening ismim Uyg'ur qizi". Uyg'urim so'yaman seni. Niyat Kimdir niyat qilsa inson. Inson bilmas nima bo'lum. Mangu miras qatorliq yiqimliq naqshlarning ajoyib sekriy kuchidan ixtiyorsiz vujudimiz larziga kelib, qalbimiz ilhom baxsh ta'sirotlarga cho'milgisi. Ishonamizki, "Mening ismim Uyg'ur qizi" nomli mazkur plastinka xalqimizning kutgan yerdan chiqib, san'at tashnaligini qondirib, hammalarning eng yaxshi tanlash nishoniga aylana oladi.